100 milliondan oshiq prosmotr yig'ib Instagramga portlatgan shu shirinlikni bugun sizlar bilan tayyorlab ko'ramiz. Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, uyda o'tirgan ayol qizlarimiz uchun zo'r biznes ideya beraman. Bu shirinligimizni tayyorlash uchun avvaliga birinchi xamirimizni tayyorlab olamiz. Birinchi xamirimiz batafsil retseptini video opisaniyasida yozib qoldiraman. Retsept bo'yicha ko'rsatilgan barcha masalliqlarni solib, shunaqa suyuq qilib birinchi xamirni tayyorlab olamiz. Tayyor xamirimizni baklashkaga solib olamiz va uchini teshib, shunaqa tavada pishirib olamiz. Voy, salim orqasini pishirmadingiz-ku. Dvodka negativlar uchun hech xavotirlanmasdan bemalol yeversangiz bo'ladi. Ichi 100% pishgan bo'ladi. Ustini esa shokolad va mevalar bilan bezatilsa, вообще zo'r ketadi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Agar siz uyda o'tirgan holatda daromad topmoqchi bo'lsangiz va ayni damda O'zbekiston bo'ylab bepul sayohatlarga va plyusus yutuqiga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizga video opisaniyasida havola qoldiraman. Shu havola orqali o'ta batafsil ma'lumotlarni olishingiz va bugun o'zidayoq bepul ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, meni xursand qilish uchun bittagina like bosib keting.